Ozarbayjon bilan Turkiya bir tilda gapiradimi? Salom do'stlar. Bugun sizga juda qiziq savol beraman. Ozarbayjonlik va turkiyalik bir tilda gapiradimi? Albatta ikkisi ham turk bo'lsa, til ham bir xilda deysizmi? Aytishga oson, ammo haqiqat qanday? Bugun bilib olasiz. Tarixiy ildiz ikkisi ham O'g'uz turklari, lekin ikki yo'l, ikki ruh. Buning Ozarbayjon va Turkiya xalqi aslida bitta ota-boboning farzandlari, ya'ni O'g'uz turklarining avlodlari. O'g'uzlar qadimiy turkiy xalqlarning eng kuchli, harakatchan, jangovar va madaniy jihatdan boy qabilalardan biri edi. Ular o'z zamonida katta imperiyalarni tashkil qilgan, hududlar bo'ylab ko'chib yurgan va o'zi bilan madaniyatlar yaratgan illat bo'lgan. O'g'uzlarning bo'linishi, sharqiy va g'arbiy yo'nalishi. O'g'uzlar tarixiy jihatdan ikki katta oqimda rivojlangan. G'arbiy O'g'uzlar bugungi Turkiya, Suriyadagi turkmanlar, Iroq, Balqon va Kipr turklari asosan shu yo'nalishdan. Sharqiy O'g'uzlar Ozarbayjon, Turkmaniston, Qoraqalpoq va qisman O'zbekistondagi turkiy guruhlar bu tomonda tarqalgan. Demak, Turk va Ozarbayjon xalqlari O'g'uz ildizining ikki shoxchasidir. Tarixiy ildizlar umumiy bo'lsa-da, yashash joylari aloqada bo'lgan. Sivilizatsiyalar, siyosiy ta'sirlar, ularning mentaliteti, tili va madaniyati o'zgartirildi. Ozarbayjon sharqiy madaniyatlar bilan tutashgan. Ozarbayjon hududi tarix davomida Fors imperiyasi, Arab xalifaligi, qajarlik Eron bilan doimiy aloqada bo'lgan. She'riyat, musiqa, me'moriy uslub ko'p jihatdan Fors va Kavkazcha nafislik bilan uyg'unlashgan. Tilda forscha va ruscha so'zlar ko'p aralashgan, lekin grammatikasi turkiy qolgan. She'valar shoirona his-tuyg'uga boy musiqiy ohangga ega. Bu ta'sirlar Ozarbayjon xalqini nafis, muloyim, poetik fikrlashga moyilligi bilan ajratib turadi. Turkiya esa Osmonli imperiyasi orqali Yevropa, Arab dunyosi, Balqon, Shimoliy Afrika va hatto Italiya bilan madaniy va siyosiy aloqada bo'lgan. Bu aloqa turk tiliga fransuz, italyan, arab va yunoncha so'zlarini olib kirgan. Siyosiy tili soddalashgan, davlat tili rasmiylashgan, ko'p millatli imperiya uslubida shakllangan. Ovoz ohangi tez, sodda, qisqa gaplar orqali tushunarli bo'lishga qaratilgan. Shuning uchun Turkiya turkchasida qattiq urg'u, to'g'ridan to'g'ri fikr, ko'proq amaliy tushuncha mavjud. Bir daraxt, ikki yo'l. Ularning barchasi O'g'uz ildizidan chiqib ikki yo'nalishga rivojlangan. Ozarbayjonliklar sharq madaniyati bilan singib ketgan, lekin turkligini saqlab qolgan. Turkiyaliklar Yevropaga yaqin, ochiq va siyosiy imperiya ruhi bilan shakllangan, ammo ildizi o'zgarmagan. Ularning tili farqli, lekin asosiy tuzilmasi bir. Ularning madaniyati shaklda boshqa, lekin mazmunda o'xshash. Ularning yuragi esa bir. Daraxtning ikki shoxi, faqat farqli tomonga o'sgan. Tilda o'xshashlik bor, lekin farqlar juda ko'p. Misol uchun, Ozarbayjoncha men seni yaxshi ko'raman. Turkcha ben seni seviyorum. Ma'no bir xil, men seni sevaman. Lekin talaffuz, grammatik, shakl ba'zan so'zlar farq qiladi. Boshqa misol, Ozarbayjoncha sabah ne yersan? Turkcha yarın ne yapıyorsun? Ikki til ham O'g'uz turkchasidan chiqqan bo'lsa-da, Ozarbayjon tili Fors va rus tilidan ko'proq ta'sir olgan.
Turk tili esa fransuzcha, arabcha va italyancha so'zlarini qabul qilgan. Shuning uchun bir-birini tushunish oson bo'lsa-da, har doim ham mukammal darajada emas. Qiziqarli kulgili farqlar: ozarbayjonlik o'turmaq deydi, turkiyalik o'turmak deydi. Ozarbayjonlik qiz deydi, turkiyalik ham qiz deydi. Bu yerda o'xshash, lekin derazani ba'zan panjara bo'lib talaffuz qilinadi. Ozarbayjonlik ayakkabı, oyoq kiyimni deydi. Turk esa ayakkabı. Ozarbayjonda adashib qoldim degani ben azg'inim deydi. Turkchada ben kayıp oldum. Bu farqlar ba'zan kuldiradi, ba'zan esa tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Hissiyot va gapirish uslubi farqlari: ozarbayjonliklar nutqda fors uslubida shiralik bor. So'zlashuvda hissiyotli, poetik ohangda gapirishadi. Janim, bir dene kabi ifodalarni ko'p ishlatishadi. Turkiyaliklar oddiy, sodda va tezkor uslubda gapirishadi. Kanka, abi, valla kabi norasmiy so'zlar ko'p ishlatiladi. Ba'zan ozarbayjonlik turkiyalikni qattiq gapiryapti deb o'ylaydi. Turkiyalik esa Ozarbayjonni romantik ohangda gapiryapti deb qabul qiladi. Musiqa va madaniyatdagi til uyg'unligi: Ozarbayjon muqom san'ati forscha ta'sirli, lekin so'zlari turkcha ildizda. Turkiya xalq qo'shiqlari esa Anatoliya uslubida, lekin ritm va ohang bir joydan kelgan. Shuning uchun ko'plab qo'shiqlar ikkala tomonda ham tushunishadi. Matn boshqa bo'lsa ham ruhiyat bir xil. Bugungi real hayot, bir-birini tushunish darajasi. Bugun Istanbulda o'qiyotgan ozarbayjonlik talaba Turkiya turkchasini 2-3 oyda bemalol tushunib ketadi. Xuddi shunday Anqaradan kelgan turk Ozarbayjonda 2 oy yashab mahalliy shevalarga ko'nikib oladi. Bu tub ildizning birligi tufayli ular albatta bir-birini tushunadi, lekin har doim ham bir xil gapirmaydi. Xulosa: Ozarbayjon va Turkiya xalqi bir millatning ikki tarixi, ikki ohangi, farqlarga qaramay, ular o'zini turk deb biladi, o'zini birdamlik ruhida ko'radi. Shuning uchun bu ikki xalq har safar uchrashganda biz tillarimizni biroz sekin gapirsak, bir-birimizni bemalol tushunamiz deydi. Bu nafaqat til, bu ruhlardagi umumiy ildizdir. Chunki yurakdagi tilda farq yo'q. Azizlar, siz nima deb o'ylaysiz? Ozarbayjon va Turkiya bir tildami, yo'qmi? Izohlarda yozing. Videoni yoqtiring va kanalga obuna bo'ling. Izlaganingiz uchun kattakon rahmat.